Hurmatli yurtdoshlar, bugun sizlar bilan mamlakatimizning tog'li va tog'oldi hududlarida tez uchrab turadigan xavfli tabiiy hodisa sel toshqinlari haqida suhbatlashamiz. Sel bu kuchli yomg'irdan keyin yoki qorlarning keskin erishi natijasida hosil bo'ladigan suv toshqinidir. U katta tezlikda harakatlanadi va yo'lida uchragan daraxt, tosh, bino va boshqa narsalarni oqizib ketadi. Aynan shuning uchun ham sel eng xavfli tabiiy ofatlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa tog'oldi hududlarda yashovchi fuqarolarimiz hushyor bo'lishlari lozim. Davlatimiz mutasaddi xizmatlari doimiy ravishda sel xavfi haqida ogohlantiradi va zaruriy choralar ko'rmoqda. Ammo har birimiz bu boradagi shaxsiy tayyorgarligimiz va mas'uliyatimiz ham muhim ahamiyatga ega. Shunday ekan, quyidagilarga e'tibor qaratishingiz zarur. Ogohlantirishlarga amal qiling. Sel xavfi bo'yicha rasmiy xabarlar va ogohlantirishlarni diqqat bilan kuzatib boring. Ogohlantirish berilgach, imkon qadar tezda xavfsiz hududga harakat qiling. Oldindan tayyor turing. Zaruriy hujjatlar, dori-darmon, chiroq, suv va oziq-ovqat mahsulotlarini o'z ichiga olgan favqulodda holat sumkasini tayyorlab oling. Yashash hududingizda baland va xavfsiz joylar qayerda joylashganini oldindan bilib oling. Sel vaqtida qanday harakat qilishni biling. Uyda yoki transportda qolib ketmang. Tezda yuqori hududlarga chiqing. Sel suvi oqayotgan joydan o'tishga urinish hayot uchun o'ta xavflidir. Bolalar, keksa va imkoniyati cheklangan odamlarga yordam berishni unutmang. Hurmatli fuqarolar, sel hodisasining oldini olish qiyin bo'lishi mumkin, ammo unda tayyor turish orqali o'zimizni va yaqinlarimizni va jamiyatni himoya qilishimiz mumkin. Ehtiyot bo'ling, ogoh bo'ling va bir-biringizni ogohlantiring. Eslab qoling, sel kuchli, lekin biz hushyor bo'lsak, undan kuchliroq bo'la olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Farg'ona viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati.